Ulug'bek tumani Salkoskida joylashgan 2,5 sotixdan iborat bo'lgan sizlarga uyimizni bitta ko'rsataman. Bu uyimiz high-tech uslubida qurilgan uyimiz bo'ladi. Bu tomondagi Hasani sotilgan, endi Husani turibdi. Ko'rsanglarchi, biram boshqacha qilib qo'yilgan. High-tech uslubida qurilgani uchun biram boshqacha qilib vid ko'rinib turibdi. Hozirlarga qisqa video va to'liq videoni hozirlarga ko'rsatib ketamiz. Mana bu yerda basseyn qilib ketilgan, ko'rsanglar bemalol foydalanadigan zonasi. Mana bu tomoniga e'tibor berasizmi? Yoz oylarida bemalol maza qilib bu yerda choy ichib, oilaviy do'stlar davrasida bemalol choy ichib o'tiradigan joylar qilib qo'yishgan. Mana buni ko'ryapsizmi? Biram boshqacha qilib qo'yishgani. Fasadlari ham haqiqatda besh ketadigan joy. Endi sizlarga birinchi qavatga shuni sayohat qilamiz. Biz birinchi qavatga kirganinglarda shuni chap tomonimiz bizda garderob tashab ketilgan, alohida garderob xona va mana bu gullariga e'tibor beryapsizmi? Har bitta joyiga dekoratsiyasiga juda ham katta e'tibor berib qo'yishgan. Qalaysizlar, yaxshimisizlar? Bu yerda endi shkop tashab ketishgan. Hozirlarga bu oshxonasini ko'rsatib o'taman. Mana buni ko'ryapsizmi? Oshxonalari mana bu gilamlargacha tashab ketishgan. Haqiqatda mazza qo'yadigan joy edi. E'tibor bersanglar biram boshqacha qilib qo'yishgan. O'zini bu yerda Hoffmandan qo'yib ketilgan, bu bemalol posuda moykasi hisoblanadi. Hamma texnikalari Hoffmandan qo'yib ketishgan. Uyimizga haqiqatda like bosib qo'ying. Inshaalloh hammamizga bunaqa uylar nasib qilsin deb qo'ying. Bu yerga shuni o'tganimizda bizda bu yerda gastevoy sanuzulimiz bo'ladi. Gastevoy sanuzullari ham e'tibor bersanglar, haqiqatda boshqacha qilib qo'yishgan. Mehmonlar shuni qo'l yuvadigan zonasi hisoblanadi. Hozirga bu to'g'rida bu yerda bizda ikkinchi qavatimizga chiqib ketadigan zonasi va podvorga tushib ketadigan zonasi bo'ladi. Bu tomonimiz hol qismi bo'ladi. Choy ichib o'tiradigan zonasi, havo aylanib turish uchun bu yerda orqa tomonga chiqib ketadigan zonasi. Bu tomonini endi bizda ota-onalar uchun yotoqxona qilib qo'yishgan. Bitta svetini yoqib qo'yaman, sizlarga ko'rsataman. Aytganimdek, bu ota-onalar uchun yotoqxonasi, o'zini panoramli oyna va eshik qo'yib ketilgan. Bemalol oynani ochib, bemalol foydalansanglar bo'ladi. Bu yerda endi o'zini sanuzul qismi bo'ladi ota-onalar uchun. Endi sizlarga ikkinchi qavatdagi sayohat qilamiz. Uyimizning ikkinchi qavati bo'ladi. Ikkinchi qavatini ko'rsanglar, ikkinchi qavatga chiqaverishi va mansardli zonaga chiqib ketadigan zonasi. Bu uyimiz 4 qavatdan iborat. Podvorlar birinchi qavatda, ikkinchi qavatda va mansardli zona ham qilib ketishgan. Hozirlarga sayohat qilamiz. Bu yerda ko'rsanglar, bu yerda yana bitta xona tashab ketilgan. Xonasiga e'tibor beryapsizmi? Haqiqatda boshqacha qilib qo'yilgan, panoramli oynalar qilib, bu yerda o'zini balkonni qildirib qo'yishgan. Haqiqatda skromli variantda qilib ketishgan. Remontlariga e'tibor bering, mana bu gilamlariga haqiqatda mazza qo'yadigan joyi. Bu tomoni yana bitta detskiy spaniyasi qilib ketilgan. Xohlasanglar detskiy spaniya qilib qo'ysanglar bo'ladi. Xohlasanglar bu yerda bitta katta farzandinglar uchun yotoqxona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Buni o'zini bu yerda sanuzullari ham qilib ketishgan. Mana dushovoy kabinkalari, smesitillariga ham e'tibor bersanglar, haqiqatda qimmat mahsulotlar ishlatilganligi shu yerdan ayon bo'lib turibdi. Shkoplargacha ham qo'yib ketishgan, ko'ryapsizmi? Mana. Zo'r qilib qo'yishgan. Menga to'g'risi aytaman, remontlari haqiqatda o'zimga yoqdi. Bu tomoni yana bitta detskiy spaniyasi qilib ketilgan. Detskiy spaniyasini o'zini bu yerda panoramli oynalari bor, ko'ryapsiz. Keyingi xonalariga o'tib ketamiz. Bu ikkinchi qavat uchun общий bu yerda sanuzul qismi bo'ladi. Buni ham o'zining dushovoy kabinkasi. Bu tomonimiz yana bitta detskiy spaniyalar qilib ketilgan. Lyustrasiga e'tibor bersanglar, haqiqatda boshqacha qilib qo'yilgan. O'zim podvor qismi bo'ladi. Podvor qismiga tushganinglarda bu yerda alohida televizor uchun joy tashab ketilgan. Bu yerda bemalol farzandinglarni tushirib yuborsanglar, bemalol mazza qilib o'ynaydigan joy qilib qo'yilgan. Bu tomonimiz yana bitta xuddi shunaqa xonadan iborat va bu tomonimiz uyimiz yuragi bo'lgan atapleniya tizimimiz bo'ladi. Uyimiz ko'rdinglar va xuddi shunaqa aytgandek bu yerda tepada mansardli zona ham bor. Mansardli zonasi ham xuddi shunaqa katta qilib qo'yilgan. Bemalol ochiq havoda bemalol tomosha qilsanglar bo'ladi. Ko'rsanglar, o'zinglarning ko'zinglar bilan bu uyni ko'rib, yana bitta o'ylab ko'rib va o'zinglar xarid qilsanglar bo'ladi. Past telefon nomerni qoldirganman. Bemalol aloqaga chiqib, o'zinglarning ko'zinglar bilan ko'rib xarid qilsanglar bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi $420 ming deb, hozirdagi narxi $420 ming deb aytilyapti. Rahmat hammaga.